Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Word dasturini o'rganishni boshlaymiz. Bugun bizada birinchi dars, ya'ni tanishtiruv darsi, demak darsni boshladik. Kompyuterimizni yoqqanimizda birinchi Word dasturiga qanaqa kirishimiz mumkin? Ko'pchilikda mana Word ilovasi joylashgan, shu orqali kirishimiz mumkin yoki o'zimiz alohida fayl ochishimiz mumkin. Ikkala usulni ham ko'rib ketamiz. Birinchi navbatda ilova orqali kirmoqchi bo'lsak, agar bu yarlik deb nomlanadi, Word ilovasining yarligi mana. Ilova sizda rabochiy stolingizda bo'lsa, shunchaki ustiga 2 marta bosish orqali Word dasturiga kirganimizda, demak, birinchi navbatda glavniy oynasi turibdi, Sazdat oynasi turibdi, ekranimiz chap tomonda va Открыть degan qismi bor. Mana ko'rib turganingizdek, 3 ta qismdan iborat. Glavniy oynasida biz ko'rishimiz mumkin. Agar yangi hujjat ochmoqchi bo'lsak, новый dokument. Undan tashqari bizda turli xil shablonlar ham bor. Agar rezume yasamoqchi bo'lsak yoki boshqa maqsadda bizga hujjat kerak bo'lsa, mana turli xil shablonlardan foydalanishimiz mumkin. Va pastda mana другие shabloni, agar другие shablonini bosadigan bo'lsak, butun shablonlarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Bu yerda mana biznes bo'yicha shablonlar chiqarib berish mumkin. Qaysi mavzu bo'yicha bizga shablon kerak. Endi biz yangi o'rganayotganimizni hisobga olib, birinchi Wordni ishlatishni o'rganib olamiz. Ishlatishni o'rganib olganimizdan keyin istalgan shablonni, demak, o'zimizga moslashtirsak bo'ladi. Shu sababli glavniy oynasiga qaytamiz. Mana glavniyning ustiga bosamiz va bizga nechinchi versiya Word ishlatayotganimizni tekshirib olishimiz kerak, chunki bir xil bo'lishi uchun. Demak, o'zimizni Word ilovamizni nechinchi avlod, nechinchi yilda chiqarilganligini ko'rmoqchi bo'lsak, pastroqda учетный запись qismini ko'rishimiz mumkin. Учетный записni ustiga bosadigan bo'lsak, demak, mana bu yerda yozib qo'yibdiki, mana 2021-yilga Microsoft Office Professional Plus dasturini kompyuterimda foydalanyapman. Undan tashqari bu qismida o'zingizga kerakli nastroykalarni ham to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Misol uchun fon almashtirishingiz mumkin. Ko'pchilikda tema almashtirish mumkin. Mana tema Office разный цветda turibdi. Ko'pchilikda misol uchun белый yoki черный holatda turadi. Bu holatda ishlash biroz noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Shu holatda o'zimizga qulay темный seriy yoki разный цветga tanlab qo'yishimiz mumkin. Ana endi glavniy menyusiga bosamiz yoki Sazdat menyusiga bosishinglar ham mumkin. Bizga новый dokument qismi kerak bo'ladi. Ya'ni yangi hujjat ochishimiz kerak. Oq qog'oz sifatida ochiladi. Mana. Ana endi ko'rib turganingizdek, Word ilovasini ochdik, ya'ni oq qog'oz shaklida. Endi nimadan boshlaymiz? Yangi o'rganuvchilarni hisobga olgan holatda eng boshidan tushuntirishga harakat qilaman. Demak, birinchi navbatda ekranimizni yuqori o'ng burchagiga qaraydigan bo'lsak, X tugmasi bu chiqib ketish uchun. Agar Wordda nimadir mabodo bitta harf yozgan bo'lsangiz ham, X ni bosadigan bo'lsangiz, sizdan albatta ilova shuni saqlab qo'yish kerakmi yoki yo'qmi, shuni so'raydi. Atmena bu ortga qaytish. Ne saqlanitni bosadigan bo'lsak, yozgan matnlarimiz saqlanmaydi, shunchaki o'chib ketadi. Agar saqlanitni bosadigan bo'lsak, bizda fayl sifatida saqlab qo'yadi. Hozircha atmena ortga qaytamiz. Ikkinchisi bizda oynani kichiklashtirish, ya'ni o'zimizga qulay razmerda holatini, oynani razmerini kichiklashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, oynani razmeri o'zimizga qulay holatga keltirib oldik. Yana to'rtburchakni bosish orqali kattalashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Va uchinchisi bizda minus, ya'ni buni vazifasi, minusni bosadigan bo'lsak, ilovani pusk paneliga, ya'ni ekranimizni pastki qismiga vaqtinchalik solib qo'yishimiz mumkin. Yana mishka bilan ilova belgisini ustiga bosish orqali biz qaytarib olamiz va kelgan joydan davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalar nimadan iborat? Birinchi holatda foydalanuvchilar bilishi kerak, yuqorida ko'rib turganingizdek, Word ilovasi ochganingizda har bitta bo'limini nomlari yozilgan. Misol uchun eng boshidan tushuntiramiz. Yangi foydalanuvchilar ko'pincha glavniy menyusini bosaman deb faylga bosib yuborishadi. Agar fayl degan qismini bossangiz,
Bu yerda ko'rishingiz mumkinki, saqlanit qilish va pechatga berish, shunga o'xshagan menyularga o'tish qismi ochilib ketadi. Ko'pchilik buni bosgandan keyin yana o'zi qilayotgan ishini yo'qotib qo'ydim deb noviy dokument ustiga bosib yuboradi. Mana noviy dokument ustiga bosib yuborsa, Word nima qiladi? Ishlayotgan faylingizni o'rniga yangi fayl ochib qo'yadi. Ya'ni sizda endi ikkita dokument bor. Mana yuqorida ko'rib turganingizdek, dokument 2 deb nomlangan fayl ochildi. Pastga qarasangiz, mana pastda ikkita dokument 2. Agar dokument 1 ni bossak, boya ishlayotgan faylimizga qaytib olamiz. Shu sababli noviy dokumentni bosadigan bo'lsangiz, ikkinchi fayl ochilib ketadi. Buni o'chirib qo'yamiz ikkinchisini. Ya'ni fayl ustiga bosganda ishlayotgan dokumentimizga qana qilib qaytib olamiz. Mana qaytish uchun strelka belgisi bor. Shu belgini ustiga bossak bo'ldi. Ana endi menyular bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Demak, glavniy menyusi bor. Menyu ostidagi bu sariq seri rangli qismi lenta deb nomlanadi. Demak, glavniy menyusida lentada bizga instrumentlar joylashtirilgan. Ya'ni Wordda o'zi asosan biz hujjatlarni tayinlaymiz, matnlar bilan ishlaymiz. Shu sababli matnlarga har xil ishlovlar berish uchun, ularni joylashtirish uchun kerak bo'ladigan barcha instrumentlar shu lentalarda joylashgan bo'ladi. Demak, glavniy menyusida lentalarni ko'rdik. Vstavkani ustiga bosadigan bo'lsanglar, mana lentalar o'zgarib boraveradi. Yoki konstruktor menyusiga o'tadigan bo'lsak, mana yana lentalar o'zgaradi. Maket bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana lentalar bilan tanishishingiz mumkin. Instrumentlar o'zgarib boraveradi. Silki, rassilki, retsenzirovaniya, vid va spravka. Biz birinchi navbatda glavniy menyusidan bir boshidan o'rganishni boshlaymiz. Ya'ni instrumentlarni qanaqa qilib ishlatamiz, qaysi vaziyatda bizga qaysi instrument kerak bo'ladi. Demak, tanishib oldik. Yana qaysi qismi bilan tanishib olishimiz kerak bo'ladi? Endi ikkinchi tanishadigan narsamiz ekranimizni o'ng pastki burchagida masshtab qismini ishlatishni o'rganib olishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek 100% tanlangan va plus va minus belgilari turibdi. Agar minus belgisini ustiga bosadigan bo'lsangiz, mana sizdan oq qog'oz uzoqlashib boryapti. Mana ko'rishingiz mumkinki, masshtab uzoqlashdi. Qog'ozingizni boshdan oxirigacha ko'rish imkoniyati bo'ladi. Plusni bosadigan bo'lsangiz, demak, bizga masshtab yaqinlashyapti. O'zingizga qulay yaqinlikka olib kelib ishlashingiz mumkin. Yana bir eslatma, ishlayotgan vaqtimizda masshtab 170 bo'lib ketdi. Bu holatda printerdan chiqarayotganda katta ko'ringan narsa aslida kichik razmerda chiqib qolish ehtimoli bor, chunki standart bo'yicha 100% ga qo'yib olish tavsiya qilinadi. Ya'ni shu yerda qanaqa holatda turgan bo'lsa, ko'rib turgan bo'lsangiz, printerdan ham xuddi shunaqa holatda chiqadi, ya'ni 100% da turgan holatda. Ana endi buni ishlatishni o'rganib olganimizdan keyin minus belgisini chap tomonida web dokument belgisi turibdi. Agar buni tanlaydigan bo'lsak nima bo'ladi? Bu holatda ishlayotganimizda oq qog'ozimiz endi web dokument sifatida, web hujjat sifatida ochilib qoldi. Ya'ni oddiy varroq sifatida ko'ra olmaymiz. Qog'ozimiz qayerda boshlanib, qayerda tugaganini bila olmay qolamiz. Bu web sahifa sifatida Word ko'rsatib beryapti. Buni chap tomonida ko'rib turganingizdek razmetka stranitsi belgisi turibdi. Agar buni bosib qo'yish tavsiya qilinadi, hujjatlar bilan ishlayotganda siz qog'oz shaklida o'z hujjatingizni kuzatib, nazorat qilib borish imkoniyati bo'ladi. Mabodo 3-chisida turgan belgini rejim chiteniya deb yozilgan kitob belgichasiga o'xshagan belgini ustiga bosadigan bo'lsangiz mishka bilan, ana endi siz o'qish rejimiga o'tib qolasiz. Bu holatda turgan vaqtingizda siz hech qanaqa so'z yoki harflarni yoza olmaysiz. Shunchaki varroq qilib o'qib chiqishingiz mumkin hujjatingizni. Shuning uchun ishlayotgan vaqtimizda razmetka stranitsi degan qismini tanlab qo'yish tavsiya qilinadi, ya'ni hujjat ko'rinishida, ya'ni o'rtadagi belgini oq qog'oz varroq ko'rinishida ko'rsatib turadi. Va 4-qismi fokusirovka degan, rejim fokusirovka degan qismi bor ekan. Agar buni ustiga bosadigan bo'lsak, Word ilovamizda fokus, ya'ni asosiy e'tibor oq qog'ozga qaratilib qoladi. Atroflar qora rangda bo'lib qoldi. Ya'ni e'tibor tortmaslik uchun bu rejimga o'tib qoladi. Ana endi bu rejimdan qanaqa qilib o'z holatiga qaytaramiz? Bu uchun mishkani ekranning yuqori qismiga olib chiqamiz va bosamiz. Yana lentalar ochildi. Ana endi lentalar ochilgandan keyin siz pastga mana lentani ochganimizdan keyin fokusirovkani ustiga yana bitta bosib qo'ysangiz, avvalgi holatiga qaytib qoladi.
Va yana bilishimiz kerak bo'lgan, tanish uchun kerak bo'ladigan qismi nimadan iborat? Ekranimizni chap pastki burchagida stranitsa va число слов. Wordda odatda so'zlarni yozganimizda Word darsini o'rganamiz. Mana enter. So'zlar bilan ishlayotganimizda Word ilovamiz har bitta so'zni sanab boradi. Mana число слов 5 ta so'z yozding deb ko'rsatyapti. Stranitsa bo'lsa, mana bitta varroq, bitta listimiz borligini ko'rsatib turibdi. Agar mishka bilan число словni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, bu statistika oynasi ochiladi. Bu yerda siz to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Ya'ni faylda nechta varroq bor, nechta so'z yozildi, 5 ta, nechta harf yozildi, 31 ta, probellar bilan hisoblasa 35 ta, bitta abzas va bitta qatordan iborat statistik ma'lumotlarni ko'rsatib turadi. Ya'ni zakrit tugmasini bosamiz. Undan tashqari tanishishimiz uchun kerak bo'ladigan yana keyingi qismimiz bizada mana minus belgisini oldida, ya'ni chap tomonda lentani yopib qo'yish uchun parametr qismi bor. Mana tepaga qaragan strelkacha belgisi bilan. Agar buni ustiga bosadigan bo'lsangiz, avtomatически скрывать lenta yoki показать вкладки yoki показать вкладки и команды birinchisini tanlaydigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkinki, tepada barcha menyuga oid so'zlar berkitib qo'yiladi. Buni ochish uchun mishka bilan tepaga bosishimiz kerak bo'ladi olib chiqib. O'sha holatda biz menyulardan foydalanishimiz mumkin. Ikkinchisi bo'lsa, yana shu qismiga o'tib, показать вкладкini bosadigan bo'lsam, ilovani bu ko'rinishda ishlatishim mumkin. Ya'ni главный, вставка, конструктор va hokazo so'zlari ko'rinib turadi. Qaysidir menyuni ustiga bossam, keyin lenta qismi ochiladi. Bu yerda uchinchisi показать вкладки команды qismini belgilaydigan bo'lsak, har doim lentalarni ko'rib, kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz birinchi faylimizga so'z yozib oldik. Ana endi saqlanit, ya'ni saqlashni o'rganib olamiz. Qanday qilib biz fayllarni to'g'ri saqlashimiz mumkin? Yangi o'rganuvchilar ko'pincha qilishadigan xato nimadan iborat? Ko'pchilik odatda ishlayotgan faylligida oxirida nima ish qilishadi? Tugatishgandan so'ng albatta X tugmasini bosishadi. Shu holatda ko'pchilik ahamiyatsizlik bilan saqlanit tugmasini bosadi va chiqib ketadi. Bunda nima ish sodir bo'ladi? Siz qaysi manzilga, kompyuteringizning qaysi qismiga, qanaqa nom bilan bu faylni saqlaganingizni bilolmay qolishingiz mumkin. Shu sababli yangi o'rganuvchilarga boshqacha usul bilan saqlanit qilishni tavsiya qilaman. Ya'ni saqlamoqchi bo'lsak, mishkani ekranimiz chap yuqori burchagiga olib boramiz va fayl degan menyuni tanlaymiz. Fayl degan qismini bosamiz. Bu yerdan saqlanit как deb yozilgan qismini belgilab olamiz. Bu qismni belgilaganimizdan so'ng ko'rib turganingizdek manzillar chiqyapti. Рабочий stol, dokument, ustoz Mahmud papkasi, Telegram desktop va hokazo manzillar. Butun manzillarni ko'rmoqchi bo'lsak, biza obzor qismini bosishimiz kerak. Mana obzor degan joyini tanlaymiz. Tanlaganimizda bizada saqlanit как deb nomlangan oyna ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkinki, saqlanit как oynasi ochildi. Ana endi chap tomonda har bitta manzilni nomma-nom yozib chiqilgan. Misol uchun mana video bo'limi, hujjatlar bo'lsa dokument bo'limini tanlab saqlashimiz mumkin. Изображение, загрузки. Yangi foydalanuvchilar topishga eng qulay joy bu albatta рабочий stol, ya'ni ekranimizga saqlanadi. Ko'rib topishimiz osonroq bo'ladi. Ya'ni рабочий stol degan manzilni belgiladim, mishka bilan bosdim va imya fayli deb yozilgan qismiga men demak, salom bugun Word darsini degan nomni tanlab o'chirib, Word birinchi dars nomi bilan yozib qo'yaman va pastda mana saqlanit degan tugmani bosaman. Buni nima yaxshi tomoni bor foydalanuvchilar uchun? Bu birinchi holatda saqlayotgan bo'lsak, shu usul bilan saqlash tavsiya qilinadi. Saqlab bo'lganimizdan keyin X tugmasini bosamiz. Endi рабочий stol tanlaganim uchun mana ko'rishingiz mumkinki, mana Word birinchi dars deb nomlangan fayl рабочий stolda paydo bo'ldi. Yaxshi tomoni nima bo'ladi? Biz xohlagan paytimiz shu faylni ustiga 2 marta bosamiz va bizning faylimiz ochiladi. Ochilgandan so'ng biron bir o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Mana xohlagan paytimiz ikkinchi dars, xohlagan so'zimizni yozamiz.
Ana endi ilovani yopmoqchi bo'lsak, X tugmasini bossak bo'ladi. Chunki biz bu faylni рабочий stolda turganini bilamiz. Nomini mana вы хотите сохранить изменения Word birinchi dars, ya'ni birinchi dars degan nom bilan saqlanyapti, o'zgarishni saqlab qolaymi deb so'rayapti. Nomini ham aniq bilamiz, ya'ni сохранить tugmasini bossak, hamma yozgan matnimiz saqlanib qolaveradi shu faylga. Bir marta qaysi manzilga saqlanib qilishni ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. Har safar kirib, ana endi bemalol shu faylni ochib, yozib, chiqib ketayotganimizda X tugmasi bilan chiqib ketsak bo'ladi. Demak, biz birinchi darsda ilova bilan tanishib ham oldik. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.